Oxirgi marta o'zi qachon tibbiy ko'rikdan o'tdingiz? Yozda. Nima maqsadda borgandingiz? Tishim og'rib bo'lgan edi, Sog'lig'ingizni tekshirib turasizmi ma'lum muddatda bir? Yo'q, shikoyatim bo'lsa keyin boraman. Erinsam kerak bo'lmadi. Oxirgi marta borganim spravka olish uchun 086 forma olish uchun bordim. 4 oylarda o'tib turaman. Har o'zini sog'ligini ko'rsatib turish kerak. Endi issiq jonimiz aytib bo'lmaydi. Qatnimizlar og'rigani o'zingiz bilmay qolishingiz mumkin. Tibbiy ko'rikda 1 yilda bir marta ko'rinib turamiz. Sal haligi og'riq sezilsa boramizda. Og'riq sezilmasa bormaysiz. Og'riq sezilmasa borilmaydi. Men har 6 oyda boraman. Mazam bo'lmasa ham boraman. Borish shart insonga. Chunki har xil kasallar rivojlanadi orulsiz. 2 oylar bo'lib qolgan. Shu kasal bo'lsangiz borasiz. Kasal bo'lsa. Har yili tibbiy ko'rikdan o'tamiz. Inson sog'lig'iga kerak, har doim davleniya oshadi, sahr chiqib qolishi mumkin odamda. Shuning uchun tibbiy ko'rik har yili o'tish shart insonlarda. 6 oy bo'ldi. O'zingiz 6 oyda bir o'tib turasizmi? Da. Yaqinda fevralda, конечно, sog'lig'ingizni tekshirib turasiz. Albatta, bu o'zingiz uchun-ku. Zato keyin kasal bo'lmaysiz. Esimda yo'q. O'tmaysizmi umuman? Va tibbiy ko'rikda lekin ko'pincha o'tib turaman. Oxirgi martalar 1 oy oldin bo'lsa kerak. Ko'pincha endi vaqtida ko'rishga harakat qilaman. Esimda yo'q. Ancha bo'ldi. 2 oy bo'lib qoldi. Endi mazam bo'lmay qoladi-da, boshim og'rib qoladi. Yo, ya'ni shu kasal bo'lmagan paytingiz ham o'zingizni tekshirtirishga borganmisiz? Yo'q. Faqat kasal bo'lsangiz borasiz. Umuman o'tmayman. Mani soham unga nima emas. Yo'q, ko'rikdan o'zingizning sog'ligingiz uchun. Sog'lig'im uchun 1 yil, 2 yil